Barchaga assalomu alaykum. Bugungi mehmonimiz Rahmat. Shodicha. Bugun siz bilan apros o'tkazamiz. Xullas, men sizga ikkita blogerni aytaman. U sizga yoqqan tanlaysiz. Mittimi yoki dilimi? Mittimi? Mittimi yoki Mo'min Life? Mo'min Life. Mo'min Life yoki Bobur Mansurov? Ijod tomonlama Bobur Mansurov. Bo'ladimi sushi? Nima deysizlar? Bobur Mansurov yoki Sariq bola? Bobur Mansurov. Bobur Mansurov yoki Muhammad Ali Mahmudov? Andijonlik bola. Muhammad Ali Mahmudov. Mahallani obodonchiligiga qarash qo'yyag'lar. Muhammad Ali Mahmudov yoki Obidjon Nasriddinov? Nima gap, tinchmi? Voy, Obid aka bilan bitta joydamizku. Obidjon Nasriddinov. Uka, orqada o'tkazib o'tir. Obidjon Nasriddinov yoki Aziz Estet? Obidjon Nasriddinov. Men seni ko'ryapman-ku. Obidjon Nasriddinov yoki Hikmatullayev? Eshitmay qoldimi edi? Ko'rinmas debdi. Ko'rinmas. Obidjon Nasriddinov yoki Hikmatullayev? Obidjon Nasriddinov. Obidjon Nasriddinov yoki Shodicha? Obidjon Nasriddinov. Obidjon Nasriddinov yoki Abumi? Obidjon Nasriddinov. Men senga nima degandim?